Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Bugungi videomiz ayniqsa siz girdi yoshdan 15 yoshgacha va undan kattaroq yoshdagi fuqarolar uchun hayotiy ahamiyatga ega. Menimcha, bu video kanalimiz tarixidagi eng muhim va eng shoshilinch video bo'lishi mumkin. Hatto hoziroq shu daqiqalarda sizning xayolingizga ham kelmagan, lekin sizning kelajakdagi ijtimoiy himoyangiz, nafaqa ta'minotingiz va umuman hayotingizga bevosita ta'sir qiladigan bir qonun qabul qilindi. Bu qonun minglab, balki millionlab insonlarning taqdirini o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun iltimos diqqatingizni jamlang, hech narsaga chalg'imang va videoni oxirigacha ko'ring. Har bir so'z, har bir tavsiya siz uchun oltin kabi qimmatli bo'lishi mumkin. Bu shunchaki bir qonun haqida ma'lumot emas, balki sizning huquqlaringizni himoya qilish va kutilmagan muammolarga duch kelmaslik uchun yo'l xaritasi. Shuningdek, hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu video imkon qadar ko'proq odamlarga yetib borishi kerak. Xo'sh, muammo nimada? Avval qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Keling, tushuntirib beraman. Ilgari mamlakatimizda nafaqa ta'minoti va ijtimoiy himoya tizimi birmuncha an'anaviy yo'l bilan ishlar edi. Siz biror joyda ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchi har oy tegishli ijtimoiy ajratmalarni amalga oshirar. Yoshga yetganingizda esa ma'lum bir hujjatlarni to'plab, pensiya jamg'armasiga murojaat qilar edingiz. Shu bilan sizning nafaqangiz rasmiylashtirilar va sizga har oy belgilangan tartibda to'lanar edi. Ko'pgina hollarda bir marta nafaqa tayinlangandan keyin uni tasdiqlash uchun qo'shimcha harakatlar talab qilinmasdi. Faqatgina ma'lum davrlarda pensiya miqdorlari qayta hisoblanishi mumkin edi, lekin nafaqa olish huquqingiz deyarli umrbod kafolatlanar edi. Bu tizim ko'pchilik uchun tushunarli va oddiy edi. Chunki barcha jarayonlar deyarli qog'oz shaklida va shaxsiy murojaatlar orqali amalga oshirilardi. Misol uchun 60 yoshga kirgan bir kishi yig'ib qo'ygan mehnat daftarchasi, pasporti va shu kabi boshqa hujjatlar bilan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga borardi. U yerda ariza yozib, hujjatlarni topshirar, bir necha hafta ichida uning nafaqa ishi ko'rib chiqilar va nafaqa tayinlanardi. Shu kundan boshlab u har oy o'z pensiyasini olar edi. Agar uning yashash manzili o'zgarsa, u bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berar, ammo nafaqa to'lovlari uzluksiz davom etaverar edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Hukumat yangi raqamli ijtimoiy himoya va fuqarolarning ma'lumotlar bazasini yangilash to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Bu qonunning asosiy maqsadi ijtimoiy himoya tizimini raqamlashtirish, shaffoflikni oshirish va eng muhimi ma'lumotlar bazalaridagi xato va eskirmalarni bartaraf etish. Biroq bu yaxshi maqsadli qonunsiz, hurmatli fuqarolar. Ayniqsa 40 yoshdan oshganlar uchun kutilmagan talablarni keltirib chiqarmoqda. Qonunga ko'ra barcha nafaqaxo'rlar nafaqa olish huquqiga ega bo'lgan fuqarolar. Shuningdek, kelajakda nafaqa olishni rejalashtirayotgan 40 yoshdan oshgan fuqarolar belgilangan muddat ichida o'zlarining ijtimoiy ma'lumotlarini to'liq raqamlashtirilgan bazaga kiritishlari yoki mavjud ma'lumotlarni yangilashlari shart. Agar bu talab bajarilmasa, kelajakda pensiya to'lovlarida uzilishlar yuzaga kelishi yoki hatto nafaqa olish huquqidan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu shunchaki bir ogohlantirish emas, bu shart. Bu jarayonning asosiy sababi mamlakatda pensiya tizimini optimallashtirish, jonli bo'lmagan shaxslarga to'lovlarni to'xtatish, ma'lumotlarni aniqlashtirish va kelajakda butun tizimni to'liq avtomatlashtirishdan iborat. Bu juda katta o'zgarish. Chunki ilgari hech qachon bunday muddatli va umumiy majburiy ma'lumotlarni yangilash talabi bo'lmagan. Hozirgi kunda pensiya oladigan yoki pensiya yoshiga yaqinlashayotgan ko'plab fuqarolarimiz kompyuter va internetdan foydalanishda qiynalishlari mumkin. Mana shu joyda katta muammo yuzaga keladi. Keling, endi bu qonunning tafsilotlariga chuqur kiramiz. Kimga xavotirlanish kerak va kimga emas? Nimalarni bilishimiz zarur. Avvalo, ushbu qonun loyihasi 40 yoshdan oshgan barcha fuqarolarga taalluqli. Ammo eng ko'p e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan guruhlar quyidagilar. Hozirda pensiya oluvchilar, ayniqsa 30-35 yoshdagilar, sizning asosiy vazifangiz mavjud ma'lumotlaringizni tekshirish va agar talab qilinsa, ularni yangilash. Siz allaqachon ro'yxatda bo'lishingiz mumkin, ammo tizim sizdan ma'lumotlaringizning dolzarbligini tasdiqlashni talab qiladi. Tasavvur qiling, 30 yoshli Ahmad aka umri davomida paxtachilikda ishlagan, hozirda esa qishloqda yashaydi va har oy pensiyasini oladi. U kompyuterdan tushunmaydi. Hatto telefoni ham oddiy tugmali telefon. Yangi qonunga ko'ra
uning ma'lumotlari elektron bazada mavjud, lekin u oxirgi marta ma'lumotlar bazada aks etmagan bo'lishi mumkin. Agar u belgilangan muddatda o'z pasport ma'lumotlarini yangilamasa, tizim uni mavjud emas deb hisoblashi yoki uning ma'lumotlarida nomuvofiqlik borligi sababli pensiya to'lovlarini vaqtincha to'xtatib qo'yishi mumkin. Bu Ahmad aka uchun juda katta muammo. Chunki uning yagona daromad manbai pensiya. Pensiyasi to'xtatilsa, u har bir kunni qiyinchilik bilan o'tkazishi mumkin. Yaqin kelajakda, keyingi 5-10 yil ichida pensiya yoshi yetuvchilar, 7-6 yoshdagilar, sizning holatingiz biroz boshqacharoq. Sizning vazifangiz nafaqat mavjud ma'lumotlaringizni tekshirish, balki kelajakda pensiya olishingiz uchun zarur bo'ladigan barcha hujjatlar va ma'lumotlarning elektron bazada to'g'ri aks etishiga ishonch hosil qilishdir. Bu birinchi navbatda sizning mehnat stajingiz, ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotlar va boshqa ijtimoiy ajratmalar haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Agar siz 7 yoshli Dilanoza opa bo'lsangiz va umringiz davomida turli tashkilotlarda ishlagan bo'lsangiz, lekin ularning ba'zilari xususiylashgan bo'lsa yoki arxivlar yo'qolgan bo'lsa, sizning mehnat stajingiz to'g'ri hisoblanmasligi mumkin. Yangi tizim esa barcha ma'lumotlarning raqamli bo'lishini talab qiladi. Agar siz hozirdan harakat qilmasangiz va hujjatlaringizni tasdiqlab elektron bazaga kiritishni ta'minlamasangiz, pensiya yoshiga yetganingizda stajingiz yetarli emas deb topilib, nafaqa olishingiz kechiktirilishi yoki kam miqdorda tayinlanishi mumkin. Misol uchun, Dilnoza opa 10 yil davomida bir firmada ishlagan, ammo bu firmaning hujjatlari yo'qolgan. Agar u hozirdan pensiya yoshiga yetmasdan bu 10 yillik stajini arxidan tasdiqlatib, pensiya jamg'armasining elektron bazasiga kiritmasa, kelajakda u staji 10 yilga kam bo'lgan shaxs sifatida pensiya oladi. Bu esa uning har oylik pensiya miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi. Tuz ishlamayotgan fuqarolar, uy bekalari, fermerlar, vaqtinchalik ishsizlar, sizning holatingiz ham diqqat talab qiladi. Yangig'un hatto ishlamaydigan fuqarolar uchun ham ijtimoiy himoya choralarini raqamlashtirishni nazarda tutadi. Agar siz ishlamagan bo'lsangiz, ammo kelajakda ijtimoiy nafaqalarni, masalan, ehtiyojmandlik boshqa turdagi yordam olishga haqli bo'lishingiz mumkin. Bu ma'lumotlarning bazada to'g'ri aks etishi juda muhim. Masalan, 5 yoshli Murod aka qishloqda yashaydi va kichik tomorqa xo'jaligi bilan shug'ullanadi, rasman hech qayerda ishlamaydi. U ilgari hech qanday ijtimoiy nafaqa olmagan. Ammo uning yoshi oshib ishga layoqatsiz bo'lib qolsa, u davlatdan ijtimoiy yordam so'rashga haqli bo'lishi mumkin. Agar uning shaxsiy ma'lumotlari, oilaviy ahvoli, mulkchilik holati va boshqa tegishli ma'lumotlar yangi raqamli bazada mavjud bo'lmasa, uning arizasi ko'rib chiqilishdan rad etilishi yoki jarayon juda uzoqqa cho'zilishi mumkin. Kimga xavotirlanish shart emas. Agar siz hozirda yosh bo'lsangiz, bir yoshdan kichik va barcha mehnat faoliyatingiz, ish haqingiz bank hisobiga tushgan bo'lsa, soliqlar to'langan bo'lsa va sizda qo'llangan bo'lsa va sizda qog'oz mehnat daftarchasi bo'lmasa, balki elektron mehnat daftarchasi tizimida bo'lsangiz, sizning ma'lumotlaringiz allaqachon raqamlashtirilgan bo'lishi ehtimoli yuqori. Ammo shunda ham ehtiyot shart, bir marta ma'lumotlaringizni tekshirib qo'yish ortiqchalik qilmaydi. Shuningdek, davlat muassasalarida doimiy ishlab kelayotgan va barcha hisob-kitoblari shaffof bo'lgan fuqarolar uchun ham bu jarayon nisbatan kamroq qiyinchilik tug'diradi. Lekin baribir nazorat qilib turish shart. Endi esa ushbu yangi qonunning istisnolari, tuzoqlari va noaniq jihatlariga to'xtalib o'tamiz. Har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu yerda ham e'tibor berish kerak bo'lgan muhim nuqtalar mavjud. Istisnolar. Qonun loyihasida ba'zi holatlar uchun, masalan, sog'lig'i yomonligi sababli mustaqil harakatlana olmaydigan yakka yolg'iz yashovchi keksa fuqarolar yoki ma'lum bir guruh nogironligi bo'lgan shaxslar uchun maxsus tartiblar nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Misol uchun, bunday shaxslarning ma'lumotlarini yangilash uchun ularning yaqin qarindoshlari yoki mahallaga mas'ul xodimlar ularga yordam berishlari mumkin. Ba'zi hollarda uyma-uy yurib ma'lumotlarni yig'ish tizimi joriy etilishi ham mumkin. Ammo bu istisnolar doirasi juda cheklangan bo'ladi va ularga tushib qolish uchun jiddiy asoslar kerak bo'ladi. Ko'pchilik fuqarolar uchun umumiy tartib amal qiladi. Tuzoqlar. Eng asosiy tuzoq bu belgilangan muddat. Qonun loyihasida ma'lumotlarni yangilash uchun aniq bir muddat ko'rsatilgan. Agar bu muddat o'tkazib yuborilsa, pensiya to'lovlarida jiddiy uzilishlar yuzaga kelishi yoki hatto nafaqa tayinlanishi jarayoni murakkablashishi mumkin. Tasavvur qiling,
muddat 2024 yil 31 dekabr deb belgilangan. Agar siz 2025 yil 1 yanvarda murojaat qilsangiz, sizning arizangizni ko'rib chiqish muddati sezilarli darajada uzaytirilishi va hatto qo'shimcha jarimalar yoki sanksiyalar qo'llanilishi mumkin. Bu kech qolsangiz jazolanasiz degani emas, balki kech qolsangiz sizning holatingizni hal qilish uchun ko'proq vaqt va resurs sarflanadi degan ma'noni anglatadi. Yana bir tuzoq, bu firibgarlik. Yangi tizim joriy etilishi bilan har doim xuddi shunga o'xshash holatlar yuzaga keladi. Turli yordamchilar paydo bo'lishi mumkin. Ular sizning ma'lumotlaringizni yangilab berish, evaziga pul talab qilishi yoki hatto shaxsiy ma'lumotlaringizdan foydalanib firibgarlik qilishlari mumkin. Unutmang, davlat xizmatlari bepul taqdim etiladi. Agar kimdir sizdan bu xizmat uchun pul so'rasa, u firibgardir. Ayniqsa telefon orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport seriya raqami, bank karta raqami, PIN kodlar so'rovchilardan ehtiyot bo'ling. Hech qachon bunday ma'lumotlarni begonalar bilan baham ko'rmang. Noaniq jihatlar va nuanslar. Bu yangi tizim hali to'liq mukammallashmagan bo'lishi mumkin. Dastlabki bosqichlarda tizimda xatolar, texnik nosozliklar, internet aloqasidagi uzilishlar tufayli muammolar yuzaga kelishi mumkin. Ba'zi eski hujjatlar, ayniqsa Sovet davrida berilgan diplomlar, mehnat daftarshalari yoki arxiv ma'lumotlarini raqamlashtirishda muammolar paydo bo'lishi ehtimoli bor. Masalan, eski mehnat daftarchasidagi yozuvlar o'chib ketgan bo'lsa yoki hatto siyoh tarqalib ketgan bo'lsa, bunday hujjatni raqamlashtirish qiyin kechishi mumkin. Bunday holatlarda pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan bevosita aloqada bo'lish va maslahat olish juda muhim. Shuningdek, ba'zi qishloq joylarida internet aloqasi yetarli darajada rivojlanmaganligi sababli fuqarolar elektron xizmatlardan foydalana olmasliklari mumkin. Bu kabi holatlarda davlat idoralari qanday yordam ko'rsatishini aniqlashtirish kerak. Xo'sh, endi eng muhim qismiga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Qadam-qadam ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, ma'lumotlaringizni tekshirish. Eng avvalo, sizga tegishli barcha ijtimoiy ma'lumotlaringizni tekshirishingiz kerak. Buning uchun siz O'zbekiston Respublikasi Davlat pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytiga, odatda PFUZ yoki my.gov.uz portali orqali kirish mumkin, tashrif buyurishingiz yoki bevosita pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Agar siz internetdan foydalana olsangiz, my.gov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ro'yxatdan o'ting. Ro'yxatdan o'tish uchun pasport ma'lumotlaringiz va telefon raqamingiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik uchun elektron raqamli imzo talab qilinishi mumkin. Agar sizda bo'lmasa, uni davlat xizmatlari markazidan olishingiz mumkin. 2. Portaldagi pensiya va ijtimoiy nafaqalar bo'limini toping. U yerda pensiya ta'minoti bo'yicha ma'lumotnomani olish yoki shunga o'xshash nomdagi xizmatni tanlang. Bu xizmat sizning mehnat stajingiz, pensiya jamg'armasiga amalga oshirilgan to'lovlar va mavjud ma'lumotlaringizni ko'rsatadi. 4. Ma'lumotlaringizni diqqat bilan o'rganib chiqing. Ayniqsa ism-sharifingiz, pasport ma'lumotlaringiz, tug'ilgan sanangiz, mehnat stajingizda birorta xatolik yoki nomuvofiqlik bormi, yo'qmi tekshiring. Agar siz internetdan foydalana olmasangiz yoki onlayn tekshirish qiyin bo'lsa, pasportingiz, mehnat daftarchangiz, diplomlaringiz, agar bo'lsa nikoh guvohnomangiz, agar ism o'zgargan bo'lsa, kabi asosiy hujjatlaringizni yig'ing. 2. Yashash joyingizdagi davlat pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan murojaat qiling. U yerda mas'ul xodimga o'zingizning ma'lumotlaringizni tekshirib berishini so'rang va ulardan elektron bazadagi ma'lumotlar bilan qog'ozdagi hujjatlaringiz o'rtasida farqlar bor yo'qligini aniqlashtiring. 3. Agar siz jismoniy jihatdan pensiya jamg'armasiga borishga qiynalsangiz, mahallangizdagi ijtimoiy himoya bo'yicha mas'ul xodimga yoki yaqin qarindoshlaringizdan yordam so'rang. Ularga sizning nomingizdan harakat qilish uchun notarius tomonidan tasdiqlangan ishonchnoma berishingiz mumkin. Ikkinchi qadam, noma'lumliklar va kamchiliklarni bartaraf etish. Agar siz ma'lumotlaringizda xato yoki kamchiliklarni aniqlasangiz, ularni zudlik bilan bartaraf etish uchun choralar ko'ring. 1. Ma'lumotlardagi xatolar, masalan, familiyangizda imlo xatosi, tug'ilgan sanangizdagi noto'g'rilik, pensiya jamg'armasi bo'limiga tegishli dalil hujjatlar, asl nusxalari va nusxalari bilan murojaat qiling. Masalan, yangi pasportingiz yoki tug'ilish guvohnomangiz. Ariza yozib xatolarni tuzatishni so'rang.
arizangizning qabul qilinganligi haqida belgi qo'ydirib oling. 2. Mehnat stajingizdagi nomuvofiqliklar bu eng ko'p uchraydigan muammolardan biri. Agar mehnat stajingizdagi qandaydir davr aks etmagan bo'lsa yoki noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, siz quyidagilarni qilishingiz kerak. Agar imkon bo'lsa, o'sha davrda ishlagan tashkilotingizning kadrlar bo'limidan ma'lumotnoma oling. Agar tashkilot yopilgan bo'lsa, uni huquqiy vorisi mavjud bo'lgan tashkilotga murojaat qiling. Agar tashkilot tugatilgan va vorisi yo'q bo'lsa, siz davlat arxiviga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Arxidan mehnat stajingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma oling. Barcha yig'ilgan hujjatlar bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, mehnat stajingizni to'g'rilashni so'rang. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun zudlik bilan harakat qilish kerak. 3-qadam kelajakka tayyorgarlik ko'rish. Hatto hozirda pensiya olishga yoshlik qilsangiz ham, kelajakda muammolarga duch kelmaslik uchun barcha hujjatlaringizni, mehnat daftarchasi, diplom, tug'ilish guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, farzandlaringizning tug'ilish guvohnomalari va boshqalar tartibga solib qo'ying. Ularning nusxalarini olib, zarur bo'lsa, notarial tasdiqlatib qo'ying. Eng muhimi, ularning elektron nusxalari, skaner qilingan variantlari bo'lsin. 4-qadam, doimiy ravishda ma'lumotlarni nazorat qilish. Ma'lumotlaringizni bir marta yangilaringiz bilan ish bitmaydi. Vaqti bilan, masalan, yiliga bir marta Mayt.uz orqali yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, ma'lumotlaringizning dolzarbligini va o'zgarishsiz qolganligini tekshirib turing. 5-qadam, rasmiy manbalardan ma'lumot olish. Agar sizda biror savol tug'ilsa yoki biror narsa aniq bo'lmasa, shubhali manbalardan emas, balki faqat davlat pensiya jamg'armasining rasmiy kol markaziga, ular odatda veb saytlarida telefon raqamlarini ko'rsatishadi. Davlat xizmatlari markazlariga yoki hududiy pensiya jamg'armasi bo'limlariga murojaat qiling. Ular sizga to'g'ri va ishonchli ma'lumot berishadi. Aziz fuqarolar, umid qilamanki, bugungi video siz uchun nihoyatda foydali bo'ldi. Yana bir bor takrorlayman, bu shunchaki bir ogohlantirish emas, bu harakatga chaqiruv. Yangi qonun va uning talablari haqida xabardor bo'lish, ma'lumotlaringizni tekshirish va zarur choralar ko'rish sizning kelajakdagi ijtimoiy ta'minotingiz uchun muhimdir. Kutilmagan muammolarga duch kelmaslik uchun hoziroq harakatni boshlang. Vaqt cheklangan bo'lishi mumkin. Ushbu videoni iloji boricha ko'proq insonlarga yetkazish uchun iltimos, o'zingizning fikrlaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu videoga like bosing va do'stlaringiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringiz bilan baham ko'ring. Ayniqsa 40 yoshdan oshgan yaqinlaringizga yuboring. Birgalikda biz ko'plab insonlarning muammolarini oldini olishimiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishdan unutmang. Chunki biz sizning huquqlaringiz va farovonligingiz uchun muhim ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Salomat bo'ling.